بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى تراويح كشلرنا جمعة أقشامنا حممزغا مبارك باد أيلسن. الله تعالى طاعة ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin. Xudo xohlasa fazilatli kechada qori akamiz muborak Toha surasini tilovat qiladilar. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi bir necha surani harflar bilan boshladi. Shulardan bittasi Toha, bittasi Yosin, bittasi Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sod va hokazo. Alloh taolo buni hikmatini, asl ma'nosini, mohiyatini o'zi biladi. Toha surasi Alloh taoloning marhamati bilan bizni sizga tasalli beradigan, o'tgan payg'ambarlarning qissasini zikr qiladigan muborak suralardan. Olimlar aytadilarki, Tohaning o'zi ma'nosi inson degan ma'noni bildiradi. Hazrati Odam. Toha Habash tilida odam degan ma'noni bildiradi. Olimlar aytdilar, u odamdan ko'zda tutilgan, nazarda tutilgan odam kim deganda ko'p mufassirlarimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni aytadilar. To tayyib, ha huwa, ya'ni tayyibun huwa, tohirun huwa. Eng pokiza zot ham, eng yaxshi zot ham o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam degan ma'noni beradi deb olimlar aytadilar. Toha surasida Alloh taolo mufassal Musa alayhissalatu vassalomni zikrlarini keltiradi. Hazrati Musoni dushman bilan uchrashganda qilgan duolarini Alloh zikr qiladi. Robbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli degan duolarini keltiradi. Musa alayhissalom duo qilganlar. Robbi shrah li sadri, ya Rob, qalbimni keng qilgin. Sadr bu qalb, bu ko'ks. Parvardigor, ko'ksimni keng qilgin. Bu bag'rimga hammani sig'mog'ini Alloh nasib qilgin. Bag'rimga mo'min musulmon ham iymoni bilan, mo'min musulmon bo'lmagan banda esa unga iymonni ilinish bilan sig'mog'ini nasib qilgin. Robbi shrah li sadri va yassir li amri. Barcha ishlarimni Allohim o'zing o'nglagin, o'zing oson qilgin. Agar Alloh ishlarini o'nglasa, ishlarimizni Robbim oson aylasa, Alloh taolo odamiy zotning kam umrida katta ishlarni nasib qiladi. Ba'zi odamlar borki, bir o'zi bir necha odam qiladigan ishni uddasidan chiqadi. Mana shu Alloh ishni osonlashtirgani, Alloh baraka bergani. Robbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tilimdagi uqda, tugunni olib tashlagan. Musa alayhissalom aytishadiki, duduq bo'lganlar. Ya'ni tillarida rakoka, chuchuklik bo'lgan. Hazrati Musa o'shani Allohdan so'rab, mana shu duduqlikni olib tashlagan. Nima uchun? Yafqahu qawli. Toyinki odamlar meni so'zimni tushunsinlar, anglasinlar. Faqat eshitish emas, fiqh degani anglash. So'zni faqat eshitib chiqib ketish kerak emas. So'zni anglay olish kerak. Ma'noyu madlulini chaqa olish kerak. Inshaalloh hammamiz bu duoni qilib yurishimiz kerak. Robbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli deb keyin Musa Harunni ukalarini o'zlariga yordamchi bo'lishliklarini so'raydilar. Bizlar ham mana shu duoda doim bo'lmoqimiz, Alloh taolodan qalbimizni keng qilishligini so'rashligimiz. Ba'zi odamlarning qalbi tor, ba'zi odamlarning fe'li tor. Qalbi torning do'sti bo'lmaydi. Hazrati Umar radhiyallohu taolo anhu bir kun bir barvasta yigitni ko'ribdilar, kuyovday. Barvasta yigit, qadi qomati kelishgan. Oldida bir ayol ketyapti. Ayol o'ziga yarasha. Buni Imomul Fokihi o'zlarining siratlarida aytadilar. Ayol o'ziga yarasha. Hatto deydilar Fokihi, burni oqib turibdi. Shuni tozalamagan.
Hazrati Umar radhiyallohu anhu o yigitni chetga tortib, bu kim deydilar? Xotinim ey Umar dedi. Sen shunday chiroyli erkakka bu ayolni ahvolini qara deydilar. Shunda u aytadiki, ey xalifai mu'minin, bu ayolim juda ajoyib odam. Go'yoki gung deb o'ylaysiz. Ya'ni gapirmaydi. Ovqat ham pishirmaydi. Uyni ham supurmaydi. Hatto burni oqsa ham artmaydi. Buni nima uchun olib yuribsan deydilar. Buni haydab yuborsam boradigan joyi yo'q-da dedi. Haydab yuborsam boradigan joyi yo'q-da. Allohdan men so'rayman har kun. Robbi shrahli sadri. Ya Rob, bag'rimni keng qilgin. Alloh meni bag'rimni keng qilgan. Nima bo'lsa ham shu menga yoqadi, men bilan yashaydi deb aytgan ekanlar. Ana bag'ri kenglik. Ana xayru baraka. Umar radhiyallohu anhu aytadilar-ki, men g'aybdan xabardor emasman. Shunga sabr qilsang, bag'ri kenglar kiradigan joyga, jannatga kirasan deb aytgan ekanlar. Undan keyin inshaalloh qori akamiz Anbiyo surasini o'qiydilar. Anbiyo degani payg'ambarlar degani. Nabiyyun anbiyaun. Birligi nabiy, ko'pligi anbiya. Payg'ambarlar surasi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo bashariyatning guli qilib, gultoji qilib yuborgan payg'ambarlarning bir nechalarining zikrlari keladi. Bu surada Alloh subhanahu va taolo oxirat zikrini, jannat va do'zax zikrini aytadi. Alloh taolo bu surani avvalida iqtaraba linnasi hisabuhum va hum fi g'aflatin mu'ridun deb boshlaydi. Odamlarga hisob kitob vaqti yaqinlashgan, lekin ular buni unutayozdilar. Bular bunga bee'tiborlar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Undan keyin inshaalloh qori akamiz muborak Haj surasini tilovat qiladilar. Yaratgan Parvardigordan so'raymiz kim? Alloh hammamizni kelgusi yil hajga bormog'imizni nasib qilsin. Ramazoniy kechalarda hojilarning nomlari yozilar ekan, Alloh taolo iloho hojilar safiga bizni sizni ham qo'shsin. Bu bir hovuj odam Arafotni bir chekkasida bemalol joylashib, Alloh taoloning million mehmonlari bilan bir necha odam mehmon bo'lsa, Allohning dargohidan hech narsa kamayib qolmaydi. Haj surasini boshlaydilar. Alloh taolo Haj surasida: "Ya ayyuhan nasu taqu robbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi shadid" deb boshlaydi. Ya ayyuhan nas, ey odamlar. Ya ayyuhan nas, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Agar anglasangizlar, tushunsangizlar, ro'zi qiyomatning zilzilasi dahshat bo'ladi. Yawma tarawnaha, o'sha kun ko'rasizlar. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Har bir emizikli bolasini tashlab qochadi. Har bir emizikli bolasini tashlab qochadi. Alloh panoh bersin. Yer qimirlashlar, turli xil to'fon va sunamilarda ko'rganmiz. Ona bolasini ustiga o'lib qolgan. Ko'krak tutqazib, tashlab ketmagan. Lekin qiyomat dahshati shunaqa dahshat bo'ladiki, hatto ona bolasidan qochadi. Yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at va tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Homiladorlar homilasini tashaydi. Va taran nasa sukara, odamlar gandiraklab qoladilar. Va ma hum bisukara, bu aroq ichganni gandiraklashi emas, walakinna azaballohi shadid. Alloh taoloning azobi u kunda juda qattiq bo'ladi. Alloh Haj surasini va aqimus solah va atuz zakah va atasamu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla va ni'man nasir deb xotima yasab tugatadi. Namozlaringizni o'qinglar. Zakotlaringizni beringlar. Robbilaringizga yopishinglar. Qanday ham ulug' zot Robbi, qanday ham ulug' Mavlo xo'jayin o'zi Alloh subhanahu va taologa intilinglar deb Alloh marhamat qiladi. Qaraylik bu surada. Boshida qiyomatning dahshati, oxirida esa uning kaliti. Qiyomat qancha dahshat bo'lsin, qancha qo'rqinchli bo'lsin, namoz o'qib, zakot berib,
Robbimizga yopishsak, Robbimiz u kunning xavfidan bizga albatta omonlik beradi. Alloh taolo qora akamizga kuch-quvvat bersin. Hammamizga g'ayrat, shujoat, himmat bersin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga Alloh fatarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin dedi. Kutinglar, men ham sizlar bilan birga kutaman. Fasata'lamuna man ashabus siratis saviyyi va man ihtada. Yaqinda bilinadi kim to'g'ri yo'lda ekanu, kim hidoyatda ekanu, kim boshqa joyda ekan. Kutish faqat 70 yil umr ko'ramizmi? 80 yil umr ko'ramizmi? Bir lahzalik narsa. Bir lahza 80-70 yil umr. O'layotgan odamdan so'rasangiz, o'tdi-yu ketdi deydi. Bir lahza. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, shu kutishga odob bilan, axloq bilan dinlaringizni dunyo uchun sotmasdan kutinglar. Alloh taolo bu dunyodan chiroyli o'tmog'imizni, Allohga mahbub, bandalarga maqbul bo'lmog'imizni nasib aylasin. Amin va rabbul alamin.